Assalomu alaykum qizlarjon, hormanglar. Biz bugun yana ayollar uchun ko'ylak yig'amiz. Ko'ylagimiz to'q yashil svetdagi mato, yuzida tuki bor. Matoyimizdan eniga cho'ziladi, bo'yiga cho'zilmaydi. Ko'ylagimizni bo'yini 132 santimetrda buyurtma qilishgan, bo'y balandliklari. Yoshi katta ayollar uchun mana razmerlarimiz 17 santimetr o'yindig'imiz bo'ldi. Bu mijoz bilan bo'lgan suhbatdagi o'lchangan o'lchamlar. 3 santimetrda yelkamiz uchun qiyalik tushdik. Bu holatga mana shu yaxshi joylashadi. Razmerimiz gavdamiz uchun 7,5 santimetr o'yindiq uchun oldik. 17 santimetr pastki o'yindiq uchun oldik. Mana umumiy yelkani ham yozib qo'ydik. Bular mijozni xohishlari bilan kelib chiqadigan o'lchamlar. Shuning uchun har bitta darslar shu suhbatni o'ziga tegishli bo'ladi qiyoslari. Qizlarjon, o'zingizni munosabatingizda qaytadan hisob kitob qilasiz. 112 santimetr bizda ko'kragi bo'lgan. 56 razmer bo'ladi. 54, 56, 58 ga ham tushadi. 54, 56, 58 razmerda mijozingiz bo'lsa-ki yoki shu holatda ko'ylaklar tikadigan sharoitingiz to'g'ri kelsa, mana shu chizilgan o'lchamlarni shundoqcha ko'chirib bajarsangiz ham mos keladi. Qizlar, bu suhbatlar tikuvchilikni boshlab o'rganish uchun o'ziga qo'llanma va dastur izlab yurgan qizlarga tegishli. O'zini mutaxassis deb yaxshiroq vaziyatga chiqib olgan qizlarga tegishli bo'lmaydi. Ular dars ko'rmaydi, kunlik o'zlarini ishlarini bajaradi. Mana vitichga tushdik 10 santimetrda, 12, 13 ga ham bo'ladi qiyalik. Ko'kraklari ancha pastga tushgan bo'lsa, qiyalikda uzunligi ham ortishi mumkin mana shu vitichkalarda. Vitichkalar ko'krak gavdadan tashqari ancha pastga osilganda, mana qo'ltiqdan pastida emas, qo'ltiqdan yelkagacha bo'lgan oraliq masofaga qo'ysangiz to'g'riroq bo'ladi. 23 santimetr mana qo'ltiq proyma. Qizlar, mana shu o'yindiqni mana shu o'lchamlarni shundoqcha kesib yig'ib berdim. Qizlar, bittada tushadi. Hech qayerini primerka qilmaysiz. Bir marta o'lchaganingizdan keyin primerka kerak bo'lmaydi o'zi. Ko'proq bajarganingizda xulosalaringiz tekislanib qoladi. 60 santimetr buklovda etagimizni kengligi bo'lyapti. Etagimizni kengligini mana ko'krakdagi to'g'ri chiziqdan qiyalik masofani qancha gradusga qiyalik yotib ketganini o'lchab belgilab olamiz. Mana 5 santimetrda balandligi bilan qiyalik chiqdi. Biz mana shuni olib tashlaymiz. Ko'ylak elastikda odam buni ichiga kirib kiyganida yana ham osiladi. Shuni hisobini ham mana bichishda hozir qayta tekislash holatlarini ko'rsatib o'tyapman. Mana qarang, ko'ylakni teng ko'kragidan qorin o'rta qismi o'zi tekis turibdi, ko'krakdan yon tomondagi holat osiladi xolos. Shuning uchun aynan gavdan eng tik holat osilmaydigan joyidan qiyalagan holatni o'zida olamiz mana bu qiyaliklarni. Mana kesib olyapmiz. Matoyimizni tukini bo'ylama qilib baland qismga qaratib kesamiz tukli matolarni. Tovlanadi-ku. Inson kiyishida ham xalaqit beradi, bo'lmasa boshqa tomonga egilib, silkinib ketadi. Mana ko'z holatini chiqarib tashladik. Qiyalikda chiqqan ko'stini. Qiyalik qancha kengaysa, mana shu gradus ham ortib ketadi. Mana endi orqasini qo'yib kesib olyapmiz. Pryamoy ko'ylakda tikka to'g'ri chok bilan yopitiladigan ko'ylak. Buni mana shu holatda kessalaring bo'laveradi. Yangi o'rganayotgan qizlar uchun-da doimiy ishlab yurgan qizlarjon,
o'zlaringni mehnatlaringni ichiga solishtirib baholab olasiz. Nimadir o'zingiz mo'ljalingizdan tashqari bo'lsa, fikringizni ichiga yana bitta mo'ljalni qo'shib olasiz. Yokida o'zingizni kunlik bajarayotgan ishingiz mana bu holatdan ancha ustun deb bilsangiz, uni bajarib o'zingizdagi ishonchni va o'zingizni xulosalaringizni o'zingiz uchun qat'iylashtirib olasiz. Shuning uchun o'zingizni qiyoslaganingizda pasti balandingizni o'zingiz ixtiyoringiz bilan ongingizda kechinmalaringizni ichida tekislashingizga imkon beradi boshqa odamni kuzatganingizda. Ko'kragida zapasi bilan kesganmiz, orqasiga zapas kerak emas. Shuning uchun ko'krakdagi zapasni chiqarib tashladim. Mana qiyaliklarini chiqarib tashladim. Mana yana 1 santimetr qiyalik olib tashladik. Yana ham enkaydi-da. Mana shu holat qayta kiyimni bitganda egasi kiymasidan oldinoq hech qachon qiyalamasligi, bitganda tekis turishini kafolatini beradi. Mana shunday o'lchab olsangiz, yaqinlashtirib, etakni tekislashdi. Mana shunday qilib hisobini olsangiz, qiyalamasligini ko'zingiz bilan tikmasingizdan oldin ko'rib baholab olasiz. Shuning uchun primerka kerak emas. Primerka ish qiladigan ish odamni ancha qiynaydi ham. Bunga ehtiyojingiz bo'lmaydi. Qachonki buni aniq xulosalar bilan bajarishni boshlaganingizda, bu o'lcham olishdan kelib chiqadi. O'lchov va suhbatni qancha tekis, mukammal his qilgan bo'lsangiz, buni primerkaga ehtiyoji qolmaydi. Mana yengini kesyapmiz. Yengimizni ham yana o'sha tukuni yuqoriga qaratib bichamiz. Kiyganda bo'lmasa u noto'g'ri boshqa tomonga qarab og'adi usti tukli matolar. Kiyganda tovlanadi ham kiyishda ham xalaqit beradi harakatlarga. Mana qizlar, qo'ltiqda tirsagi bor holatda qilib yengini biz kesib oldik. Istasangiz butun olsa ham bo'ladi, gavdani butun aylantirganda. Matoyimiz 3 metr edi. Kengliklarini keng olishdi va yengida ham kengligi yaxshi holatda turishini mijozimiz istadi. Mana qizlarjon, buni ham bajarib taqsimotini chiqarib oldik. O'lchovlaringiz bilan chiqib keladi. Mana yengimizni tom qismini ajratib olyapmiz. Mana endi uni figuralarini chiqarib olamiz. O'ng chapi bor bo'lgan yeng bo'ladi. Har doimgi taqsimni qilamiz, bajarib o'tamiz. Bundan oldingi darslarimizda doimiyga ko'rsatib o'tganmiz o'lchamlarini va qiyoslarini. Bunisidan yana ko'rib o'tishingiz mumkin. Shuning uchun har bitta darslarimiz mana shu bajarilayotgan harakatlarda o'ziga tegishli bo'ladi. Mana yengimiz ham tayyor bo'ldi. Bundan boshqacha qilib bichsalaring ham bo'laveradi. Bizi holatimiz uchun bu bo'ldi. 8 santimetr yengimizni lav qismidan buklash uchun qoldirdik. Yengimizda 8 santimetr buklovda rezinka bilan uni yopdik. Deyarli ozgina garmoshkasi bilan tushdi. Mijozimizning talablari shunday bo'lgan. Bundan boshqacha qiyoslar bilan bajarsangiz ham bo'ladi. Istak va xohishlarni mijoz bilan o'zingiz taklif qilib qo'llamoqchi bo'lgan narsalarni sinab ko'rmoqchi bo'lgan vaziyatingiz bo'lsa, mijozni ko'ndirib, suhbatda uni xohishlarini o'zingiz istagan narsaga yaqinlashtirib izohlab bera olsangiz, uni ham ko'ndirib olasiz va istaganingizcha buni qo'llashingiz mumkin bo'ladi.
suhbatlashish juda muhimda. Inson o'zini yuragida yashayotganini ikkinchi odamga qachon ta'riflaydi? Faqat suhbat bilan uni izohlash mumkin. Shuning uchun erinmasdan ko'proq gaplashinglar. Gaplashganingizda o'zingizga ham ishonchingiz komil bo'lib qoladi. Nimadir qo'lingizdan kelayotganiga va uni ikkinchi o'zingizdan boshqa odamga tushuntirayotganingizda uni to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'lib, keyingi ishlarni bajarayotganingizda insonga dadillik, ishonch beradi. Nimadir qo'lingizdan kelganini sezganingiz sari uni yana ham bajargingiz keladi. Kimgadir yoqayotganini bilsangiz suhbatlashganingizda uni suhbatlashib bo'lib o'sha ishni bajarasiz-ku, bajarishingiz uchun ham xohishingiz ortib ketadi. Mana vitichkalarimizni tayyorlab oldik. Mana shu razmer uchun 12-13 qilib olsa ham bo'ladi vitichkani. Mana oldi ko'rinishlari. Mijozimizning talablari shunday bo'lgan. Mana shunday xohishdi ko'rinishlarini xohlashgan. Mana yengimiz yarim tayyor holatiga keldi. Mana ko'rinishi. Mana biz buni to'g'nog'ichlar bilan tayyorlab olamiz chokka kelishi uchun. Bu ishlarni yangi bajarishni boshlayotgan qizlar ignalab olishlaringiz ham mumkin. Bizda doimiy zakazlarimiz ham ko'p va bularga ancha ehtiyojimiz qolmagan bugungi kunda. Shuning uchun to'g'nog'ichni o'zi biz uchun yetarli bo'lyapti. Qaysi bir inson xohishlarini boshqacha bajarishi ham mumkin. Bu insonning fe'li, odatlari bilan, shaxsiy xohishlari bilan bajariladigan narsalar. Mana to'g'nog'ichda taqsimlab buni joylashtirib qo'yyapman. Mashinada tebranib ketmasligi uchun. Mana keyingi ishlarda davomi ham shu tarzda bo'ladi. Bu ko'ylagimizning oldi qismlari bo'lyapti. Ko'ylagimizning oldi qismida ham ichki ko'rinishida dublirdan foydalanganmiz. Mana bu yarim oy qo'yayotgan kichkina o'yindig'imizdagi shakl uchun ham. Elastik matoni tikayotganingizda ularga dublirin ishlatgan to'g'riroq bo'ladi. Flizerin ham qattiqroq va flizeriningiz cho'zilmaydi, mato cho'ziladi. Bir-biridan ko'chganida ham, orasida ham va undan doimiy foydalanganda ham u insonga noqulaylik beradi. Shaklini bir xilda ushlab tura olmaydi o'z joyida. Shuning uchun elastik matoga har doim dublirin ishlatish kerak. O'zi bilan matoyingiz cho'zilyaptimi? Dublirinni ham shu xususiyatga ega bo'lganini tanlaysiz. Bu bajarayotganingizda ham qiynamaydi va egasi kiyayotganida ham qiynamaydi. Mana oldi ko'rinishini bir-biriga ulab oldik. Ko'rdingiz, to'g'nog'ichni o'zi bilan bajardik. Endi 01da bostirma chok beryapmiz. Orqasini hozirgi choklangan joyini biz doimiy ravishda overlock qilib boryapmiz. Qizlarjon, mana bostirma chok bilan joylab qo'yapmiz. Deyarli xuddi kichkina kaketkachaga o'xshab joylanyapti hozir. Oldi ko'rinishimiz. Mana yelkalarni har doim yelkadan tomoqqa qarab, ichkariga qarab ulaymiz. Boshqachasiga bo'lishi mumkin emas. Ish teskari bajarilgan bo'ladi va qiynaydi. Razmerda aniq oldim deganingizdan keyin uni yelkadan bo'yindan tashqariga ulasangiz, mato bir-biridan qochganida razmeringiz o'zgarib qoladi. Uni majbur oshiqchasi chiqarib qo'yib, uni kesishingiz kerak bo'lib qoladi-ku. Shuning uchun razmeringiz aniq bo'lsa, yelkadan tomoqqa qarab ulaysiz doimiy. Mana bu ichida machalkasi bor, mana to'rdi, elastikroq. Odatda mashinalarda chexollarida foydalaniladi. Mana bundan biz hozir pagon tayyorlayapmiz.
Tayyor pagon bundan bo'yi balandroq bo'ladida, bozordagi tayyor jenskiy podushkalar. U yelkaga qo'yganingizda, yelkasida sun'iy podushka qo'yilib, ko'tarilib, insonning umumiy gavdadan bo'rtma bo'lib chiqib qoladi. Bu xunukroq joylashadi. Agar matoni o'zidan mana shu holatda bir qavat tayyorlab bersangiz, yelkasida pagoni yo'q go'yo, lekin yelkalari tekis chiroyli turib beradi. Bozorda pagonidan 2,5 barobar pastroq. Ko'ylakni ko'tarib berish uchun bemalol yetadi. Letniy ko'ylaklar yoshi kattaga tikyapsizmi, yoshroqqa ham. Jenskiy ko'ylaklar elastik yupqa bo'ladi-ku. Mana bunaqa qo'lbola pagon tayyorlab tikinglar qizlar. Juda ham chiroyli chiqadi. Ko'ylakda yelkaga pagon qo'yib olib, pagoni ajrab turadi-ku, ko'p ayollar kiyib yurishadi. Pagoni borligi uzoqdan ham ko'rinib, yelkaga ham xalaqit beradi. U yoqdan bu yoqqa silkinib. Lekin mana bunday bajarsangiz, bu hech qachon sezilmaydi, lekin ko'ylak tekis turib beradi. Shunday joylashtirsangiz, mana yelkamizga podushkasini tayyorlab joylaymiz. Yelkani yeng qismida ozgina ziborka berganmiz. Ziborkani ko'tarib chiroyli turib berishi uchun mana buni overlock qilib yopib qo'yamiz endi. Mana shu podushka uchun tayyorlagan matoyimni ham bo'ylama kesdim. Ko'ndalang kesmaysizlar. Ishlar, harakatlar notekis bo'ladi. Undan tashqari kiygan odamni yelkasida ham joyida bir xilda silkinib, tebranib turishi kerak. Shuning uchun xususiyatlariga qarab turib bajarasiz. Har bitta matoga beriladigan o'zingizni mana bunday harakatlaringizni. Mana biz ikkita podushka tayyorlab oldik. Podushkani tayyorlaganingizdan keyin buni mana bunday shaklga keladi, asallarim. Mana buni hozir biz yengiga qo'yamiz. Mana yengida ozgina ziborka bor, ko'ryapsizmi? Endi bu ziborkani to'ldirib ko'tarib berishimiz uchun pagonni hozir qo'yamiz. Mana yengimizni shakli, yengni ham chiqarib bo'ldik. Mana endi pagonni joylashtiramiz qizlar. Ko'ylaklar uchun mana shunaqa qo'l bilan tayyorlaylar pagonni. Bozordagini baland. Mana yelkamiz. Endi podushkani qo'yamiz. Mana podushkani ham qiyaligi bilan tayyorlab olganmiz. Qiyaroq ko'rayotgan bo'lsangiz, yengni shakliga mos. Mana markaziga joylashtiramiz. Joylashtirganimizdan keyin bu yelkada turadi, lekin mana buni esa chokni oralig'ini to'ldirish uchun foydalanamiz. Odatda jenskiy kostyumda, murskoyda buni enliroq va boshqa narsalar bilan, holat bilan to'ldiraman. Mana yengimizni mana bu qismida ham markaziga, mana bu podushkamiz uchun qo'yilgan matodan 1,5 sm enlida mana bunday qilib joylashtiryapman. Ko'ylaklar uchun ham mana shuni qo'llab beringlar qizlarjon, zo'r turadi. Pagonni o'zini tikka qilib qo'ymaysizda, pagondan tashqari ziborka tomonni, yeng tomonni o'zini oralig'ini to'ldirish uchun qo'yish kerak buni. Shunda juda ham chiroyli turadi. Mana hozir bitganini ko'rasiz. Yengi yelkasida go'yo pagoni yo'qdek, lekin ko'ylak tekis sifatli turib beradi. Bu kiyadigan odam uchun ham xalaqit bermaydi. Yelkasida qo'shimcha podushka yo'qdek chiroyli turadi. Undan doimiy foydalangisi keladi odamni g'ashi kelmagandan keyin. Tushunyapsizmi? Mana yelkasiga mana bunday choki bilan qotirib qo'yamiz. Bu hech narsa bo'lmaydi. Bemalol yuvib kiyaveradi. Tebranmaydi ham. Mana yengimiz ko'rdingizmi? Zo'r ko'tarib beradi qizlarjon.